Assalomu alaykum aziz ko'raymanlar. Men hozir sizlarga Uyg'ur taomlaridan biri bo'lgan qo'ldomining tayyorlash usuli va asos materiallarini ko'rsatmoqchiman. Qo'yning lokishi 400 gram, yerim bas sabza, bir bosh yangyo, ko'k qizilmish bir qo'zakdan, samsoq 5 chesh, g'o'l piyoz, zanjil muvofiq miqdorda, bir bosh piyoz, tuz, oqmoch, tetikqo, qarmoch, oqsho'rpa, pomidor qiyami, jangyo, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Oldi bilan qo'ldomining xamirini tayyorlab olaylik. Xamirmi tayyor qoldi. Endi go'shtni ushoq danchiq to'g'rab olaylik. Sabzinimi ushoq danchiq to'g'rab olaylik. Yangyonimi o'xshash cho'nglikda danchiq to'g'raymiz. Endi yangyonini to'g'rab bo'ldik. Ko'k va qizilmushlarni danchiq to'g'rab olaylik. Mushlarning ichki qismidan to'g'raymiz. Piyozni danchiq to'g'raymiz. G'o'l piyozni o'ttirdan yerib danchiq to'g'raymiz. Zanjilni ushoq to'g'rab olamiz. Samsoqni nepiz yaproqchi qilib ushoq to'g'rab olamiz. Tayyorlab bo'lgan xamirni ushoq jiz qilib yemirib tayyorlab olaylik. Xamirni yemirib bo'ldik. O'choq o't yoqib, qozon qizg'andan keyin yerimchi may qo'yamiz. May chuchigandan keyin oldi bilan go'shtni solamiz. Qoraymiz. Endi zanjilni silib biroz aralashtiramiz. Bosh piyoz va g'o'l piyozlarni solamiz. Orqadan pomidor qiyamidan bir balqush solamiz. Biroz qo'rg'andan keyin sabzini solamiz. Yana qo'raymiz. Yangyoni solamiz, yana qo'raymiz. Biroz qo'rg'andan keyin jangyodan muvofiq miqdorda qo'yamiz. Jangyoni qo'yib, yana qo'raymiz. Orqadan mushlarni solamiz. Ondan samsoqni solamiz.
Silip, yeni qo'rib olamiz. Tuz, 1 bal qo'shiq. Aqmush, 1 bal qo'shiq. Tetitqo, 1 bal qo'shiq. Yana aralashtiramiz. Endi suv quyaylik. Tovuqni yopib, sus o'tda 1 minut dimlaymiz. Qaynagan ko'rga yemirilgan bu xemirni chechib solamiz. Silib, ostini ko'tarib yutamiz. Ko'tarib o'tgandan keyin tovuqni yepib qaynatamiz. Ko'rim qaynapti. Çöpmi pişip qaldı. Qo'ldamning çöpini soğuk suda yumsaqmi bo'ladi. Endi bu tayyorlangan qo'ldamning seyini üstüge salamiz. Andın üstüge qarmushdan biraz sipatimiz. Qo'ldamini mana mush bo'yicha tayyorlab iste'mol qilsak bo'ladi.